Biz hovlida yashar edik. Men o'sha paytlar instinktlarga juda ham ko'p qiziqar edim. Qo'rqinchli videolarni ham juda ham ko'p ko'rar edim. Soat kechasi 1 bo'lgan edi. Men bo'lsa hojatxonaga chiqdim. Hojatxonaning eshigi bo'lsa ochiq edi. Men hojatxonada o'tirganimda eshik tarafdan ikkita shoqi bor ikkovida turgan qop-qora echkiga ko'zim tushdi. Unga aniqroq qarayman deganda u yo'q bo'lib qoldi. Shundan so'ng ertalab tushdi. Oyimga aytsam menga ular ishonmadi. Men uyda ko'pincha o'zim qolardim, chunki opalarim o'qishda, kursda, dadam va oyim ishda bo'lishar edi. Uyda bir o'zim qo'shiq eshitib yotgan paytlarim nimadirlar chiqirar edi. Eshiklar o'zidan o'zi ochilib yopilib ketar edi. Ancha muddat ko'zimga shunaqa g'ayrioddiy narsalar ko'rinib yurdi. Ayniqsa kechki payt hojatxona tarafdan qop-qora odamlarni juda ham ko'p ko'rar edim. Oradan ancha vaqt o'tib bo'lsa, uydagilarim duo qilayotgan paytda meni nimadir kuldirib turar edi va men aniq kulib yuborar edim. Shundan so'ng mendan xavotir olgan oyim meni qoriga o'qitgani bordi. Eng qiziq domla suralarni o'qiyotgan paytda men ich-ichimdan kulgim kelardi va baland ovozda kulib yubordim. Ular meni ko'p-ko'p o'qitib turishardi, shu sababli ancha holatim yaxshi bo'lib qolgan edi. Bir muddat meni ko'zimga eshitma ko'rinmasam, men juda ham yaxshi holatda yurdim. Ammo oradan vaqt o'tib bo'lsa, yana meni kimdir kechasi chaqirishni boshladi. Aytganimdek, men uyda juda ham ko'p yolg'iz qolardim va o'sha paytda meni har xil odamlar chaqirishardi. Va hozirgacha bu narsalar meni ko'p-ko'p bezovta qiladi. Bezovta qilishi bilan oyim meni yana qoriga borib meni o'qitadi. Bu narsalarning hammasi meni bitta obunachining hayotida bo'lgan narsalar. Meni hayotimga umuman aloqasi yo'q. Agar sizlarda ham shunaqa qo'rqinchli holatlar kuzatilgan bo'lsa, bemalol menga yozishinglar mumkin. Men bu sizlarning hayotingizda shunaqa video qilib chiqaman.